O'zbek shou-biznesi olamining ko'zga ko'ringan taniqli insoni haqida kutilmagan mish-mishlar avj oldi. Afsuski, yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznesi olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Inson yoshi va kasb ko'ridan qat'iy nazar umrining so'ngiga qadar yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanadi. Yo'llarda ba'zan haydovchi, ba'zida esa oddiy yo'lovchi sifatida harakatlanamiz. Ikki vazifada ham hushyorlik va ehtiyotkorlikni qo'ldan boy bermaslik shart bo'lmasa, oqibati ayanchli bo'lishi aniq. Hozirda e'tiboringizga yo'l transport hodisasiga uchrab, jismoniy va ruhiy salomatligini tiklay olgan ijodkorlar haqida ma'lumot qoldiramiz. Xosiyat Husanovaning yuzi tanib bo'lmas darajaga kelib qolgan. Aktrisa Xosiyat Husanova jiddiy avtohalokatga uchragan. O'shanda uning yuzi tanib bo'lmas darajaga kelgani, hatto shoshilinch yordam bilan kasalxonaga olib borishganida avvaliga uni tanishmagani haqida intervyularda aytib o'tgan. Shifokorlar aktrisaga kuchli miya chayqalishi va umurtqa pog'onasining jiddiy shikastlanishi tashxisini qo'yishgan. Aktrisa avariyadan so'ng xotirasi va eshitish qobiliyati ancha yomonlashganini aytib o'tgan ko'p bora. Ushbu holat 2008-yilda bo'lib o'tgan. Jahongir Foziljonov komaga tushgan hamda o'ziga kelishi qiyin bo'lgan. 2009-yili Bojalar guruhi uchun og'ir kelgan. Boisi o'sha yilning 28-iyun sanasida Bojalar guruhi vakillari Termizdagi konsert dasturidan qaytayotgan paytda rolda uxlab qolinishi sababli ayanchli yo'l transport hodisasiga uchragan. Xonanda Mo'min Oripov voqea joyida vafot etgan. Guruh a'zosi Jahongir Foziljonov og'ir ahvolda kasalxonada yotqizilgan va bir necha kun komada bo'lgan. U o'ziga kelganidan so'ng hamma sog'lig'ini tiklashi qiyin kechgan. Oyog'i singan xonanda ancha paytgacha oqsoqlanib yurgan. Ayni kunlarda AQShda istiqomat qilayotgan xonanda Sobirjon Mo'minov ham yo'l transport hodisasiga uchragan. 2010-yilning ayni to'y mavsumida viloyatdan qaytayotganda haydovchining rulda uxlab qolishi sabab mudhish to'siqqa urilgan. Xonanda gips qo'li va shilingan yuzi bilan xalqqa ko'rinishni istamay, bir muddat omma e'tiboridan chetda yurishga majbur bo'lgan. Syomkadan qaytayotib avariyaga uchragan Shahzoda Muhammedova. Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova ko'p yillardan buyon avtomobil boshqaradi. U ko'p marta shoshqaloqligi sabab tezlikni oshirgani uchun ogohlantirish olgani va jarima to'laganini aytgan. 8 yil avval esa jiddiy yo'l transport hodisasiga uchragan. O'shanda u tungi soat 3 da suratga olish maydonchasidan qaytayotgan bo'lgan. O'sha paytdagi Nexia avtomobili tanib bo'lmas darajaga kelgani haqida ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilinganda, yaxshiki aktrisaga u qadar jiddiy jarohat yetmagan. Xushovoz xonanda Ahror Usmonov 2016-yilning 22-iyun kuni yaqinlari bilan tog'da dam olish uchun chiqib ketayotganda mudhish avariyaga uchragan. Mashina xonanda Alijon Isoqovga tegishli bo'lgan, ammo rulda Ahror Usmonovning ayoli bo'lgan. Tajribasiz haydovchi sabab mashina yo'l chetidagi betonga urilgan. Mashinadagilarning bari jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Shifokorlar xonandaga tos suyagining sinishi tashxisini qo'yishgan. Shu bois xonanda 3 oy jiddiy tartibda davolanib, o'rnidan qo'zg'ala olmagan, 1 yilgacha esa yurishga qiynalgan. Aktrisa hamda stilist Sagizyana Azimova 2019-yili 18-noyabr kuni mudhish avariyaga uchragan. Bu holat uning ortidan katta tezlikda kelayotgan Lacetti rusumidagi mashinaning urilishi sabab bo'lganligi aytib o'tilgan. Aktrisaning 1 yil avval xarid qilgan Lada rusumli mashinasi tanib bo'lmas darajaga kelgan. Garchi aktrisa jiddiy jarohat olmagan bo'lsa-da, uzoq vaqt kuchli ruhiy zo'riqish ta'sirida bo'lganini ko'p bor ta'kidlagan. Aktrisa mashina ichida sog'-omon chiqishiga hech kim ishonmaganini aytib o'tgan. Yangi yil kechasidagi avariyadan esdalik qolgan. Yosh aktyor Abdulloh Mas'udov 2019-yilning 31-dekabr kuni tungi soat 00 da mudhish avariyaga uchragan. Katta tezlikda kelayotgan avtomobil svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmay, chorraha bo'ylab harakatlanishni boshlagan. Matiz rusumli avtomobilga kelib urilgan. Uni marhum ijodkor Fathulla Mas'udovning kenja o'g'li Abdulloh boshqarayotgan edi. Aktyorning yuzidagi chandiq ham avtohalokatdan yodgorlik bo'lib qolgan. Jiddiy jarohat sabab u bir necha kun jonlantirish bo'limida davolangan. Qiziqchi Avazoxin avtohalokat sodir bo'lgan kunni eslashni ham istamaydi.
chunki u yangi navbatda turib olgan mashinasidan ham ko'ra orqa o'rindiqda o'tirgan qizining ahvolidan tashvishlangan. U mashinasini vodiydagi yaqinlariga ko'rsatib, suyunchi olib kelish maqsadida oilaviy safarga otlangan. 3 kun avval avtosalondan chiqqan mashinada Toshkentga qatnaydigan Qo'qon-Toshkent trassasida mudhish voqea sodir bo'lgan. Bunga Avaz Oxunning rulda uxlab qolishi sabab bo'lgan. Xayriyatki, hech kimga jiddiy jarohat yetmagan. Hurmatli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videoroligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.